Assalomu alaykum hurmatli Jitor kuzatuvchilari. Sizlarga bugun Jitor X70 modelining full variantini obzor qilib ko'rsataman. Bu yerda ko'rib turganingizdek proyeksion linzaviy optika deydi. Bu o'ziga proyeksiya hosil qilishga yordam beradi. Bu tomonlarda tumanka. Buni tumanga qo'shmoqchi bo'lsangiz, o'zingizga zapasnoy variant qoldirilgan. Oldida datchiklar hammasi ishlaydi. Bu tomondan ko'rsangiz bo'ladi. Litiy alyuminiyda qo'yilgan maxsus diska va baloni 18 diska balon bo'ladi. Buni o'zida ventilyatsiyali disk bor. O'zini sovutish sistemasi ishlaydi. 360 kamera bilan jihozlangan. Ko'rib turganingizdek, laboy qismida o'zini datchik sensori bor. Agar yomg'ir yog'ib qolgan taqdirda, lyukingiz yoki oynangiz ochiq qolgan taqdirda o'zi avtomatik ko'tariladi. Xo'p, salon ichiga o'tamiz. Salon ichki tarafi. Bu yoq tomoni qattiq kojadan ishlangan, bosib ko'rsangiz ham bo'ladi bemalol. Bunda chizilib ketmaslik yoki shira bo'lib qolgan taqdirda artib tashlash uchun o'ylab topilgan. Salon ichi xuddi shunday apchipkan qattiq koja va yumshoq kojadan ishlangan, kombinatsiya qilingan. Ushlagichlari ham yumshoq kojadan ishlangan bo'ladi. Oyoq tegadigan joyi albatta qattiq plastik bo'ladi. Yana bitta narsani ko'rsatib o'taman, ko'p mashinalarda chiqmaydigan narsa. Bunda rezinoviy sistema bor. Rezinlari hammasini olib yuvib, yana qayta qo'ysangiz bo'ladi. Nimaga yordam beradi? Chang to'zonga yoki yomg'ir bo'lgan vaqtda mana bu tomoningizda ham loy bo'lmaydi. Salon ichiga ham sizga udobniy bo'ladi. Sizga bitta o'tirib ko'rsataman. Xo'p. Mani bo'yim 1.75, lekin men bemalol sig'aman. Orqada ham ancha-muncha joy qoldi. O'zingizga bemalol orqa oldini ligirofiya qilsangiz bo'ladi. Orqa tomonga keladigan bo'lsa, orqa tomoni xuddi shunday ishlangan. Orqa tomonini ham o'tirib ko'rsataman. Bemalol isitish, sovutish sidenasi bor orqada ham. Buni o'zi orqa oldinga borib keladi. Buni 7 ta mestali va 7 ta o'rindiqli bo'ladi. Bu X70 modelimiz. Bunda aytgancha, yosh bolalar uchun, ayniqsa yangi chaqaloqlar uchun kolyaskan qo'yish uchun mana shu joyga o'zini rementlari bor, orqa tomonda qo'yib qo'yilgan. O'shani olib bemalol kolyaskani bog'lab yoki u tomon yoki bu tomonga qo'yib ketsalar bo'ladi. Juda ixcham chiqarilgan mashinamiz. Sizlarga ko'rsatadigan narsam asosiy joylarda orqa parkovchiklar, datchiklar hammasi ishlaydi. Bemalol foydalanib ko'rsalar bo'ladi. Bu full variantimiz elektropaket bo'lgani hisobi bagaj qismi ham o'zi ochiladi. Bagaj hajmi 400 litr. Agar bu sedanani yotqizgan taqdirda esa 1300-1400 litr hajmni o'ziga ichiga oladi. Bu o'rindig'imizni bemalol yotqizsangiz yoki turg'izsangiz bo'ladi. Bu 7 ta o'rindiqli hisoblanadi. Xo'p, bunda detskiy rejim zo'r ishlagan hisobiga mana siz mabodo bozorlikni qo'ydingiz, bu yopilib qoldi. U tomondan yopsa bo'ladi. Avtomatik o'zi orqaga qaytadi. Salon ichki tomoni ham xuddi shunday. Bu tomon borib keladi orqa oldiga. Orqani ham bemalol ko'rsatsangiz bo'ladi. Salon ichi juda mягкий, yumshoq kojadan ishlangan. Besключевой доступ bor. Besключевой доступ nima vazifani bajaradi? Pultingiz yoningizda bo'lganida o'zi ochadi yoki yopadi. Hozir sizga ishlatib ko'rsataman. Pulit qo'limda. Bosganim yo'q hali. Bosdim. O'zi avtomatik yopiladi signal berib. Ochmoqchi bo'lsam mana o'zi avtomatik ochiladi. Bu tomonda keladigan bo'lsa, eng asosiy joy o'tirganimizdan birinchi multirol to'g'ri keladi bizga. Multirol bu tomoni klimat kontrol, bu tomoni mediani boshqarib ketsangiz bo'ladi. Audio sistemani boshqarib telefonda gaplashib, baland past o'tkazib ketsangiz bo'ladi. Agarda sizga rul qismi kerak bo'lsa, rul bo'yingiz yetmasa yoki salgina qiynalsangiz, tepa bo'lib qolgan hisobi sal pastroq qilib, o'ziga udobniy qilib foydalanib ketsangiz bo'ladi. Bunda monitor bemalol ko'rinib ketadi. Bu shofir taraf sidenasi bemalol ko'rib turganingizdek full elektropaket bo'ladi orqa oldi. Agar bo'yingiz pastroq bo'ladigan taqdirda o'zi yuqoriroq ko'tarib beradi. Bu tomonga keladigan bo'lsa, o'zini qulflash tizimi. Bunda bitta ochganda ochmaydi, ikkinchi ochganingizda ochadi. O'shani hisobiga ixchamgina chiqarilgan. Bu tomonda ko'radigan bo'lsak, o'zini knopkalari bor. Bu nima vazifani bajaradi? Laboyni o'zi qisitish sistemasi bor. Laboyda boshqarasiz, ligirofiya qilasiz yoki mana bu tomonda qo'yilmagan, undan so'ng shu tomonda qo'yilgan. Agar qorda sirpanadigan bo'lsa, sinek havoga buni bosib bemalol foydalanib ketsangiz bo'ladi. Mashinaning balonlari salgina joski bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu parkovka datchik bu qo'shish. Qo'shib qo'yib bemalol orqaga yurgan vaqtda sizga ekraningizga bemalol eshitiladi hammasi. 4 ta balonimiz ham uni 2 ta oldi tortadi va 4 ta balon tormozsiz ABS sistemasi bor. Ko'rib turganingizdek, bunda barabanlik bo'lmaydi va diskli bo'ladi. Bunda ham ventilyatsiya tizimi bor. Agar amortizatorlari o'zini hammasi Germaniya asosida ishlab chiqarilgan Max Persson kompaniyasiniki. O'zi alohida harakatlanadi. Agar bir tomon yamaga tushsa, ikkinchi tomon yoki qolgan tomonlar barqaror o'zini saqlaydi. Hozir sizga motor qismini ko'rsatib o'taman. Xo'p, motor qismimizni ko'rsatadigan bo'lsam, buni o'zi elektropaket bo'lgan hisobiga o'zi ochiladi avtomatik. Ushlagich ikkitali bunda. Bunda nimaga kapot ochiq qolgan taqdirda laboy borib sindirmaslik uchun yoki har xil xavfsizlik uchun o'ylab chiqilgan. Kapotimiz ostida 1.5 turbina motor, 4 ta silindrli va sepli motor bo'ladi. Sepli motor bo'ladi, germanskiy motor bo'ladi va ixcham, bir taraflama xavfsizligi ham juda kuchli o'ylangan. Turbina bo'ladi. Mana turbinasini ko'rsangiz ham bo'ladi. Agar mana bu narsa kelgan bo'lsa, bu benzin rasxodini kamaytirish uchun. Buni 100 ga yeyadigan rasxodi 7 ta yeydi uzog'i, 7 ta 8 ta. Undan ko'p yemaydi. 8 ta degan sababi shahar ichi 8 ta yeydi, dalniy yo'lga 7 ta yeydi.
miyasini ham ko'rsataman. Miyasini ham ko'rsangiz bo'ladi. Uzatmasi 6 ta bo'ladi. Nimani hisobiga? Bu miya bosh firmaniki, Germaniyaki. Germaniya asosida ishlab chiqilgan. Uzatguncha bu qiynalib qolmaydi. O'sha hisobiga miyasi ham juda kuchli ishlatilgan bunda. Yuring, salon qismini ham ko'rsataman. Multirolimiz juda ixcham va qulay. Bemalol elektropaket bo'ladi. Gidravlik yoki mexanika rul bo'lmaydi. Bitta qo'lda ham mana boshqarsa bo'ladi. Bitta qo'lning o'zida. Bunda ikki xil rejim bor: sport, eko sport. Sport rejimida ozgina ko'proq rasxod qilish mumkin, lekin turbina qo'yilgani hisobiga o'sha narsa kamaytirilgan. Tezligi ham juda tez chiqadi. Xo'p, bu 360 kamera ko'rib turganingizdek, orqa oldi datchiklar uchun. Hamma kameralari ishlaydi. Yonbosh oyna, orqa oyna. Parkovka, avtohol. Avtohol tizimi qanday ishlaydi? Avtohol tizimi rementni taqqaningizda yoki neytralga qo'yib qo'yasizmi yoki avtohol tizimini bosib qo'ygan taqdirda mashina o'zidan o'zi yurib ketib qolmaydi. Skorisini D ga o'zgartirasiz yoki R ga o'zgartirasiz, oldi orqaga o'zgartirgan taqdiringizda avtohol tizimini bosib qo'ysangiz, mashina o'zidan o'zi yurib ketib qolmaydi. Ko'rib turganingizdek, bu tomonlari xohlasangiz knopka, xohlasangiz sensorli boshqarsangiz bo'ladi hammasini. Ko'rib turganingizdek, monitor 10-25 dyumli monitor hisoblanadi. Uncha katta bo'lmagan, lekin o'ziga hamma qulayliklari bor monitor. Audio sistema boshqarsangiz bo'ladi yoki mashinani ko'rib tursiz yoki USB kabel xohlasangiz bu joyiga fleshga tiqib, o'zingiz foydalanib ketsangiz bo'ladi. O'zingizning muzikalar. Telefondan foydalana olasiz. Qanday? Bunda iPhone bo'lsa CarPlay, Android bo'lsa Android Auto bor. Olib qo'yasiz, YouTube'ingiz, navigatoriniz, telefoningiz bemalol foydalanib ketsangiz bo'ladi. Mana bu joyda ko'rsatilgan Media Center hammasini mana shunday foydalanib ketsangiz bo'ladi. Sistemasini tushuntirib beraman sizga. Displey o'zini har xilcha soatlarni qo'ysangiz bo'ladi. Tilda o'zingiz xohlagan tilga tanlaysiz. Xo'p, mashinani endi mana asosiy joylaridan bittasini ko'rsataman. Rulni o'zi rulovoy rejim, sportivniy, komfortniy. O'zi komfortniy. Sportivniyda ozginagina joski bo'ladi. Chunki nimani hisobiga mashina ag'anab ketmasligi uchun tez razgon oladi bu mashina. Komfortli rejimda mana. Sportivniyda mana qo'ydim hozir. Sal qiyin bo'ldi. Qiyin bo'lib salgina qotadi rulingiz. Xo'p, bunda faralarni tepa-past qilish yoki sekundini ko'paytirish yoki yorug'likni ko'paytirish maqsadida ishlatiladi bu tomonimiz. Bunda rejim удобства deydi. Rejim удобства juda zo'r ishlangan. Hamma rejimlarni bitta qilgan, kilometr kontroldan masalan boshqarib ketsangiz bo'ladi yoki yurish vaqtini o'ziga moslashtirib, nechadir benzinga qarab shuncha soat yuraman yoki shuncha kilometr yuraman deb o'z moslashtirib olsangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu rechagimiz qulay ishlangan. Bu yoqda bemalol besprovodniy zaryadkadan foydalansangiz bo'ladi. Bluetooth'da o'zi mana shu joydan zaryadka oladi. Mana shu yerda znakchasi ham turibdi. Ko'rib turganingizdek. Qo'yasiz. Bunda zaryadka ham kerak emas yoki o'ziga batareya ham kerak emas. Shu yerda o'zidan zaryad oladi. Ko'rib turganingizdek, barimizning ichi juda katta. 12 voltli zaryadkaga qo'ysangiz bo'ladi xohlasangiz. Bir tarafda mana bu joydan issiq yoki sovuqda через kondisioner orqali keladi. Shuni boshqarib tursangiz bo'ladi. Xo'p, bu tomonga keladigan bo'lsak, bu endi hamma erkaklar pul yoshiradigan joy deb o'ylayman. O'shaning uchun ham chiroyli qilib ishlangan neobычный. Ichiga xohlasangiz o'zingizda ochkingizni yoki bironta buyumingizni yoshirib qo'ysangiz bo'ladi. Hech kim bilmaydi, biladigan joy ham emas. Bunda mashinamiz 2 metr panoramalikli ko'rsangiz bo'ladi. Full oxirigacha ochiladi panoramalikimiz. Bu tomonda bemalol svetlarni boshqarib ketsangiz bo'ladi. Orqada ham xuddi shunday plafonchalar bor. Bularning o'zining regrovkasi bor, sal kuchliroq yoki pastroq. Ko'zingizga olmaydi iloji boricha bular. Bu narsamiz endi ko'pincha ayollarga kerak bo'ladigan narsa. Detal yozuvlari o'zi bilan yonadi, mana ko'rib turganingizdek. Bu kechasi ayniqsa qulay narsa. Mana buni yoqish o'rniga buni yoqasiz bemalol. Ko'rib turganingizdek, mashinamizda disk rejimlari ishlaydi o'zini. Bu lyukimizda ham mavjud. Mashinamiz obzorlarini tugatdik. Endi sizlarga narxlari haqida tanishtiraman. Bu mashinamiz narxi full varianti 318 million 500 ming so'm. Premium luxury pozitsiyasi. Xo'p, buni naqd pul yoki rassrochka xohlasangiz avtokredit qilib bera olamiz. Hammangizni Jetaro avtosalonida kutib qolamiz. Obuna bo'lishni unutmang.